Assalomu alaykum. Sizlar bilan Alfa va biz bugun yana yangi serverda yangi video olyapmiz. Bu server qolgan 3 serverga qaraganda ancha ham chiroyliroq qilib tuzilgan ekan va bu serverda menga juda ham yoqdi. Orqadagi sharsharani ko'rasizlarmi? Bu serverning nomini esa men sizlarga bugun ko'rsataman. O'tgan videomda deyarli prosmotr olmabdi, shuning uchun ham o'tgan uni mana tepadagi havlu orqali ko'rishni ham maslahat beraman. Bu serverning nomini esa hozir aytaman. Undan oldin esa kanalga bitta obuna bo'lishni unutmanglar. Biz esa videoni boshladik. Bu serverning nomi MiniBlaze. Bu serverning IP'si esa mana chap tarafda turibdi. Bu serverga qarang qanday dekoratsiyalarga juda ham e'tibor berilgan. Arkadagi sharsharani ko'rdilaringmi? Juda ham ajoyib sharshara. Cho'milsa ham bo'ladi. Top-toza bo'lib chiqamiz. Bu serverda o'yinlarni aytmaysizmi? Bu serverda 6 ta o'yin mavjud, lekin har bitta o'yinda ichida ham atdelni tuzilib chiqilgan o'yinlar va bu yerda duel ham bor ekan. Bo'ldi, biz qaysi o'yinni tanlashni bildik. Biz duel o'ynaymiz. Mana do'stlar, biz qarang, duelni o'yinlarini o'z ko'pligini qarang. Har bittasi atdelni bo'linib chiqqan ekan. Biz esa sharcha bor-ku, sharchaga bosamiz. Bu sharchaning ichida ham o'yinlar ekan. Mayli, nima o'ynasak bo'ladi. Biz sharchada Bedwars o'ynaymiz. U serverga bitta brachka bilan qo'yib ketdi. U yerda kamera talasak ekanmiz. Ko'k bo'lamiz. Mana biz o'yindamiz. Bu o'yinda qoidalar oddiy Bedwars, faqat birga bir Bedwars ekan. Mayli, kuchayib olaylikchi. Hayratdan bu serverga qilich berar ekan. Men qaysidir videomda serverga qilich bermagan edi. Miniland serverda edimi? Yo'q, Miniland Bedwars'da edimi? Yo'q, GoFundMe Mesa serverda dedim. Mayli, bu brachkani bazasiga qurib boraylikchi. Qurib boramiz asta-asta. Barchaga hozircha bir marta o'rlik. Mayli, yana qayta revansh qilamiz. Hozir bizni bazamizga qarab hujum qilib kelyapti. Hozir qarang, yopmasak bo'lmaydi. Hujum sindirib ketmasin. Mayli, tavakkal qanday yopsak yopamiz. Qaranglar, bir narsaga o'xshab qoldi. Endi shu tepaga qurib chiqish sharti. Hech ana shu eng yoqmaydigan ish shu tepaga qurib chiqqani. Tintaqa. Shuncha qurib chiqadi, yana pastga tashlaydi. Qaysi kalla bilan qo'nu? Do'stlar, agar sizlar topgan bo'lsalaring, qamatga o'zinglar yo'q qoldi. Qanaqa yopib qoldi bilmadim, qayerga ketdi. Mayli, biz uni bazasiga hujum qilib tezroq yutishimiz kerak. Rosta Minecraftda ham mo'jizalar sodir bo'lar ekan-da. Ko'rdilaringmi? Shunday ko'z oldimga turgan joyiga yo'g'ib qoldi. Mayli, tezroq uni bazasiga qurib borib yutish kerak tezroq. Videoni ko'p cho'zib o'tirish yoqmayapti odamga. Bunga kim e'tibor beradi? Shaxsan men o'sha paytda bunga umuman e'tibor bermagan ekanman borku. U pastga tushib ketgandan keyin kutilmaganda yo'qib qolganiga men ham hayron bo'lib, qaqa yo'qib ketdi deb. Mayli, endi uni bazasiga qurib yo'q qilishga tezroq yo'q qilmasam o'yin ko'p cho'zilib ketishi mumkin. Qani TNT qurib TNTni qo'yamiz. TNT. Voy garang. Bu yerda TNT vaqti bilan portlarkan, vaqti ham 3 sekund ekan, lekin kech portlarkan. Vacha meni shu tepaga qurib chiqish shart-da endi. Yashab tepaga qurish kerak. Oldimga sakay, qarang. TNTda. Garang qo'y. Shu oldimga sakab nima foyda topding? Faqat o'lganing qoldi. Qayta menga oltin olib kelding. Rahmat senga. Endi biz o'zimizga mana bomba bilan olmalar uramiz. Bomba emas, hozir TNT keyin qaychini kuchaytiramiz. Endi uni bazasini mana shu boshda yo'q qilmasak bo'lmaydi. Chunki 3-chi marta boraman, tasavvurlasizlarmi? 3-marta. Yana ko'proq fast birishni ham o'rganishim kerak. Brachka baxki. Mana ko'proq brachka deyishni o'rganib qolgan do'stlar. O'zimdan kattami, kichkinami farqi yo'q. Endi balasini sindiramiz. Yana uraman deb kelyapti. Cho'p qilichga uraman deb kelyapti. Qaysi kalla bilan? Baba kravatsin, sen bilsa, endi o'ladi. Senga o'lim yozilgan peshonangga, o'limdan qocha olmaysan. Yaramas qochqin. Bu qaranglar, bot ekan-ku bu. Urilmayapti. Bot. Bo'ldi, yutdiga bu yaramas. Fight qilmoqda tabii.
Mayli do'stlar, video menimcha yo'qdi deb o'ylayman, tezroq chiqsin. Mayli. Internet ishlamay qoldimi? Mana do'stlar, biz sizlarga Bedwars o'ynab ham ko'rsatdik, lekin Bedwarsda menga juda ham yoqdi. TNTlar portlashini sekinligini hisobga olmasa, bu Bedwars ajoyib va zakonni Bedwars ekan. Boshqa o'yinlarni ham o'ynab ko'rishni maslahat beraman. Ayniqsa bu serverda qanday chiroyli tuzilganligiga va o'yinlar ko'pligiga besh ketdim. Va yana sizlardan iltimos, kanalga obuna bo'lish ham umuman esinglaringdan chiqib ketmasin. Chunki biz 100 ta obunachiga ega bo'lishimiz kerak. Va shu yerda men ozgina reklama qilaman. Bu bizning Telegram kanalimiz. Bu yangi ochilgan kanal. Hozircha bir donagina obunachisi bor, lekin biz uni to'g'rilashimiz kerak. Bu tezroq obunachini ham ko'paytirishimiz kerak, YouTube kanaliga ham ko'paytirishimiz kerak. Va yana agar biz YouTube'ga 100 ta obunachi bo'lsak, men 20 ta kishi orasida battle o'tkazaman. Qanday battle bu PvP vyjivaniya emas, bir-biriga urushayotgan PvP battle bo'ladi. O'rtada esa pul mukofoti ham bo'ladi. Shuning uchun ham kanalga obuna bo'lish umuman esdan chiqmasin. Sizlar bilan Alfa bo'ldi, salomat bo'ling.